Barchangizga assalomu alaykum. Germaniyaning Berlin shahriga xush kelibsiz. Hozirda biz Rodenburg getida turibmiz va nima uchun Berlin shahriga tashrif buyurdim? Bugun 5-aprel 2025-yil birinchi marotaba vatandoshlar forumi Berlin shahrida O'zbekiston elchixonasida bo'lib o'tmoqda. Bugun albatta forumga borib sizlarga videolar bilan ulashaman. Ko'rishguncha. Vatani bilan o'zini bir butun deb biladiganlar uchun Vatandoshlar jamoat fondi tomonidan sayyoramizning bir nechta mintaqalarida vatandoshlar mintaqaviy forumlari tashkil etildi. Biz nima kutyapmiz? Bugun sizlardan tashabbuslar kutyapmiz. Bugun sizlardan loyihalar kutyapmiz. Bugun sizlardan g'oyalar kutyapmiz. Yevropada yana nima qilsak bu vatandoshlarimizni yosh Hozirda Otabek Mahkamovning 100talik kitobi taqdimoti bo'lib o'tadi soat 1da. Bugungi vatandoshlar mintaqaviy forum haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu qanaqa forum? Bu vatandoshlar forumi va elchixona tashqi ishlar vazirligi tomonidan birinchi marotaba Yevropada tashkillashtirildi. Bu forumda Yevropaning 20 dan ortiq davlatlaridan studentlar o'zini g'oyalari bilan tashrif buyurdi va bu g'oyalarni amalga oshirish uchun vatandoshlar forumi tashqi ishlar vazirligi moliyalashtirish haqida o'ylab ko'radi. Ko'rib turganingizdek, arqamdagi bino parlament binosi hisoblanadi va mana shu ko'chada get joylashgan. Getdan shunday chap tarafga o'tsangiz bir 3 minutlik yo'l parlament binosi. Parlament binosini ichiga sayohat qilishingiz mumkin, lekin biletni oldindan olib qo'yishingiz mumkin. Bilet sotib olmagandim. Ertaga harakat qilib ko'raman. Albatta sayohat qilmoqchi bo'lsangiz onlayn sotib olishni maslahat beraman. Va ko'rib turganingizdek, mana mashhur Berlin Tower. Bunga nasib bo'lsa ertaga o'taman. Ko'rishguncha sayohatimiz davom etadi.
Ko'rib turganingizdek, hozir biz muzeylar oroliga tashrif buyurdik. Bu yerda 3tadan ortiq muzey bitta joyda joylashgan va bugun ajoyib kun 6-aprel. Arqamda ko'rib turganingizdek sportchilar marafoni bo'lib o'tmoqda. Bu sportchilar Yevropaning turli xil davlatlaridan tashrif buyurgan. Daniya, Fransiya, Islandiya, Yevropaning turli xil mamlakatlaridan bu yerda half marafon bo'lib o'tmoqda. Ya'ni yarim marafon. Ko'rib turganingizdek ko'plab sportchilar, adashmasam ma'lumotlarga qaraganda 5000 dan ortiq sportchi ishtirokchi bo'lgan, adashmasam. Undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Sportchilarga omad tilab qolamiz. Sayohatimizda davom ettiramiz. Sport sog'lik garovidir. Shu uchun ko'rib turganingizdek arqamizdagi marafonda 60-70 yoshdagi insonlar ham sport bilan shug'ullanmoqda. Hech qachon sport yosh tanlamaydi. Siz ham sport bilan shug'ullaning. Agar siz Berlin shahridagi muzeylarga tashrif buyurmoqchi bo'lsangiz, sizga bir dona biletni o'zi yetadi. Ya'ni Museum Pass degan veb-saytga tashrif buyurasiz va 32 yevroga bilet sotib olasiz. Studentlar uchun 16 yevro. 16 yevroga bilet sotib olib, 30 dan ortiq muzeyga bemalol o'sha biletni ko'rsatib kirishingiz mumkin va bu juda ham ajoyib. Hozirda biz Checkpoint Charlie'ga tashrif buyurdik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin muzey va bu yerda ko'rishingiz mumkin devorning buzilish jarayoni. Devor nima uchun qurilgan? 1990-yilda Checkpoint Charlie devori ikkiga bo'lgan Germaniyani yarmi Sovet ittifoqi, yarmi Fransiya, Germaniya va Amerikaga tegishli bo'lgan. Va 1990-yildan keyin bu devor buzilgan, lekin ba'zi bir joylari qoldirilgan. Shu nima uchun desangiz, bu tarixni unutmaslik uchun. Germaniya tarixni unutmaslik uchun ko'plab ba'zi bir binolarni o'shdan qolgan, ba'zi bir binolarni ham saqlab qolgan. Chunki tarixni eslab qolish kerak deb. Germaniya murakkab va og'ir tarix bilan ham mashhur. Ikkinchi jahon urushi davrida Germaniya juda qiyin davrlarni boshdan kechirdi. Propaganda va terror binosi bu joy urush yillaridagi diktatura va zulm haqida hikoya qiladi. Berlin devori 1961-yilda qurilib, sharqiy va g'arbiy Berlinni ajratgan. 1989-yilda devor qulab, Germaniyani birlashdi. Bugungi kunda devorning ayrim qismlari saqlanib qolgan va u tarixiy yodgorlik sifatida e'tirof etiladi. Germaniya, Berlin. Arqamda ko'rib turganingizdagi bu Germaniyani ikkiga bo'lgan devor hisoblanadi. Bu yerda
Nima uchun bu yerda desangiz, ko'plab devorlar uzun bo'lgan, ikkiga bo'lingan, faqat shu yer saqlanib qo'yilgan, tarixni unutmaslik uchun. Berlin shahriga kelayotgan bo'lsak, ya'ni Germaniya shahriga. Germaniyada o'zbeklar juda ham ko'p. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 10 mingdan ortiq. Norasmiy ma'lumotlarga qaraganda 20 mingdan ortiq studentlar mavjud. Kecha bo'lib o'tgan vatandoshlar mintaqaviy forumida ko'plab o'zbeklar tashrif buyurdi. Meditsina sohasida, mehmonxona sohasida juda ham ko'p o'zbeklar, tadbirkorlar mavjud va bu juda ham odam xursand qiladi. Berlinda jamoat transporti juda rivojlangan. Barcha transportlar uchun oylik abonement narxi 86 euro va 107 eurodan boshlanadi. Studentlar uchun narxi 57 euro. Berlin harakatda va qulaylikda yashaydigan shahar. East Side Gallery Berlin devorining eng uzun saqlanib qolgan qismi. Bu ochiq osmon ostidagi muzey uzunligi 1,3 kilometr va 100 dan ortiq rassomlarning asarlari bilan bezatilgan. Dunyodagi eng katta ochiq galleriyalardan biri. Bu joyda Berlin devori qulagandan so'ng umid va erkinlik mavzulari aks etgan. Eng mashhur asarlardan biri Dmitriy Vrubelning Bratskiy potsuluy. Bu rasmda ikki sobiq kommunist yetakchi Leonid Brejnev va Erich Honsning quchoqlashib o'pishgan tasvirlangan. Berlindagi o'sha mashhur san'at asari. Ko'rib turganingizdek, hozirda biz Kunst in Berlin degan muzeyga tashrif buyurdik. Bu yerda eng ajoyib narsani ko'rsatishim kerak sizlarga. Saudat Ismoilova. Saudat Ismoilovaning The Haunted degan videosi, 23 minut videosi bu muzeyda namoyish etilyapti. Eng qizig'i, bu video o'zbek tilida. Va men o'lik cho'lda uyg'ondim. Unda hamma narsa yod etdi. Tug'ishganlarim, qoni qarindoshlarim menga tushunarsiz tilda gapirishni boshladilar. Endi men ham o'zimga begona tillarda gapiraman. Senisi menga javob bermaysan. Menga meros bo'lib qolgan bilimimni qaytar. Teringdagi maxfiy yozuvlarni o'qishimni o'rgat. Yordam qil, axir men qarshingda tilsizman.